Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarni xursand qilish maqsadida yangi videolarni ishlashda davom etmoqdamiz. Kanalimizni kuzatib kelayotgan Turg'unbayev Telegram foydalanuvchisi bizning kanalimizni muntazam kuzatib kelmoqda va kanalimizga kommentariy yozish jarayonida agar yordam kerak bo'lsa individual ham yordam beraman degan kommentariyamni o'qishibdi va rostdan ham individual yordam bera olasizmi? Va mana bu chizmani tashlashibdi. Mana shuni chizishni o'rgating. Bu insonga albatta chiroyli javob qaytardik. Agar sizga foydasi tegsa albatta video tayyorlayman. Rahmat. Kutaman javob yozishingizni kutaman. Javob yozishingizni Telegramdan. Xo'p. Unda demak, bunday ko'rinib turibdiki, bugungi videorolikimiz bu rasmning asl mazmuni tekst shakliga O'zbekiston O'zDST O'zbekiston davlat standarti bo'yicha o'lcham qo'yish deyiladi. Xo'p. Ortiqcha vaqtingizni olmayman. Maqsadga o'tamiz. Xo'p. AutoCAD dasturida o'tgan videolarimizda titul chizishni o'rgatgandim va mana bu joy, ya'ni chizayotgan chizmamizning mazmuni aks ettirilishi kerak va bunda biz tekst shakliga O'zDST aytib o'tganimdek O'zbekiston davlat standarti talabiga muvofiq o'lcham qo'yish. Bugungi videorolikimiz mana shunga bag'ishlanadi. Xo'p. Bunda biz nima qilamiz? Eng avvalo yordamchi chiziqlarni o'tkazib olamiz. Yoki-da shaklni birdaniga chizishni ham boshlasak bo'ladi, lekin bunda e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan joyi bor. Keling, yaxshisi mana bunday qilib yordamchi chiziq o'tkazib olamiz. Va ana endi to'g'ri chiziqni tanlab olib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Endi bunda bitta katakni 5 mm dan qilib olamiz. 12 ta katak bu 60 mm deganim. Va unda biz taxminan mana shu yerdan boshlasak bo'ladi. O'ng tomonga qarab 30 mm, chap tomonga qarab esa 60 mm. Xo'p, mana bu joyni bu ko'rinishda ham tasvirlasa bo'ladi. 5 bo'lsa yoki-da yangi o'rganuvchilar uchun eng sodda usuli mana bunday ko'rinishda ham ifodalab ketsa bo'ladi. Ya'ni 10 mm pastga va 10 mm chapga bo'lsa 45 gradusni tashkil etadigan shakl kelib chiqadi, uchburchak kelib chiqadi. Va endi mana bu joydagi qismi 1 2 3 4 5, ya'ni 25 mm tashkil etar ekan. Ana endi ichkariga qarab 1 2 3 4 20 mm, pastga qarab 10 mm, tashqariga qarab yana 20 mm va 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Hop, pastga qarab 50 mm va 1 2 3 4 5 25 mm, pastga qarab ham 25 mm, 1 2 3 4 5 6 30 mm, qarab 25 yana 25 50 mm, 20 qarab yuqoriga qarab
5, 10 va 10. Hop. Ana endi keyingi qismga o'tamiz. Ya'ni bizda mana bu shaklda nima desam ekan, burchak qiya bo'lib ulangan shakl. Ya'ni biz endi mana bu yer va mana bu yerni tutashtirib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shunday, mana bu yer va mana bu yerni tutashtirib qo'yishimiz kerak. Va xuddi shunday mana bu va mana bu joylar ham o'zaro tutashtiriladi. So'ngra bizga kerak bo'lmaydigan ortiqcha qismlar, ya'ni abrazes byuroni bajarib enter bosamiz. Ha, bo'ldi. Demak, buni shunday belgilaymiz. Bu yerni ham shunday belgilaymiz. Mana bu yer va mana bu yerni shunchaki delete orqali o'chirib tashlashimiz kifoya qiladi. Hop. Ana endi mana bu shakl 1 2 3 4 5 6. Hop. Mana bu shaklni mana bu yergacha davom ettiramiz chiziqni va ana endi buni yana pastga qarab 10 mm davom ettirsak, mana bu bo'shliq joyning chegarasi kelib chiqadi. Ana endi yana chiziq belgilab olamiz va buni o'ng tomonga qarab 15 mm, pastga qarab 10 mm, qarab 30 mm, oraya qarab 10. Mana bu yerlar shunchaki tashlab qo'yishimiz o'zi kifoya qiladi. Hop, ana endi bizdan talab etiladigan keyingi narsa, hop, shaklning mana bu 3 ta aylanani ifodalash. Hop, buni qanday ifodalaymiz? Hop. Eng avvalo mana bu chiziqni shakl chegarasigacha olib kelamiz va undan 10 mm hop yo'q. Aylananing markazi va mana bu chiziq orasidagi masofa 4 ta katak, ya'ni 20 mm ni tashkil etar ekan. Biz ham 20 belgilab olamiz va bu yerga aylana chizamiz va uning radiusi 10 ga teng bo'lgan aylana bo'ladi. Hop, ana endi ushbu aylanalar orasidagi markazlar orasidagi masofa 1 2 3 4 5 6, ya'ni 30 mm ni tashkil etar ekan. Mana bu katakni yuqoriga qaratib chiziqni 30 mm belgiladigan bo'lsak, hop, ana endi 20 va 20 ikki aylananing markazlari orasidagi masofa 4 tadan katakni tashkil etdi. Bu degani 20 mm o'ngga va 20 mm bu tomonga qarab bo'ladi. Mana shunda aylana to'liq bo'ladi. Hop, ana endi bu aylanalarning ham radiuslari o'z navbatida 10 ga teng ekan. Mana tasvirlab oldik. Ana endi biz uchun ortiqcha bo'ladigan mana bu qismni o'chirib tashlaymiz. Ko'rinib turibdiki, shakl deyarli tayyor ko'rinishga keldi. Endi buni umumiy qilib belgilaymiz va biroz o'rtalay keltirib olsak chiroyli ko'rinadi. Hop, yaxshi. Ana endi bizdan talab etiladigan keyingi narsa. Hop. Shaklni umumiy belgilaymiz va uning qalinligini biroz bildirishimizga degan ellikka olib kelamiz. Hop. Ana endi
bu shaklga o'lchamlar qo'yib chiqishni boshlaymiz. Ya'ni qanday? Mana bu va mana bu joyni ana endi mana bu va mana bu joyni ham ana endi mana bu va mana bu joyni ham ana endi ana endi biz yana qayerlarni tasvirlashimiz kerak? Mana bu joy. Ana endi bizga aylananing radius yoki diametr, biz asosan diametrda ifodalangani uchun keling yaxshisi biz uni diametrda ifodalaymiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Xo'p. Ana endi bizdan talab etiladigan keyingi narsa. Tasvirda 3 ta aylana keltirilgan va ularning o'lchamlari bir xil. Biz ularning har biriga alohida o'lcham qo'yib chiqmaymiz va shunchaki tekst uchun joy ajratib Shift times new roman va burasga qilamiz va mana shu ko'rinishda ifodalashni o'zi kifoya qiladi. Yoki buni shunday belgilab buning o'lchamini 3 qilsak ham bo'ladi. Ana endi buni matn belgilaymiz va o'lchamning tagiga mos ko'rinishda joylashtiramiz. Xo'p. O'lchamlar 60 10 10 20 10 20 10 7. Xo'p. Umuman olganda bizning videomiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi, chunki bizga tashlangan rasm, chizishni so'ralgan rasm va AutoCADda chizilgan rasmimiz deyarli bir xil ko'rinishga keldi. Unga qo'yiladigan o'lchamlar qo'yildi. O'ylaymanki bu video sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizga albatta yangi videolarni joylashda davom etamiz va bunda biz hech qachon charchamaymiz va harakatdan to'xtamaymiz deb qolaman. Agar sizni qiziqtiradigan yana savollar yokida mana shu kuzatuvchimizga o'xshab individual yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, albatta har bir videomizning kommentariyasiga Telegram foydalanuvchi nomimni qoldirib ketaman. Bemalol u yerdan
menga aloqaga chiqishingiz mumkin va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Kanalimizni kuzatishda davom eting.